Assalomu alaykum, xayrli tong barchaga. Hamma yaxshi dam oldimi? Mana men yana o'zim yarim tayyor mahsulot qilib qo'yganman. Qatlamalar. Mana qatlama. Muzxonaga olib kecha olib qo'ydim, muzi tushib tursin deb. Endi mana shuni pishiraman. Yana qatlamani o'rab, yana hammasini mana qilib bitta qilib qo'yganman-da. Mana yumshoqqina bo'lib turibdi, muzidan tushib. Hozir buni skоворodga xohlasam yog' solib qatlama qilib pishiraman, xohlasam o'zini qotirib, patirday qilib pishiraman, keyin shirin choylar bilan yaxshi ketadi. Hozir pishirsam sizlarga yana tayyorini qo'yaman. Sizlar mana shunaqa qilib tayyor qilib qo'ysanglar muzxonalaringga, keyin mazza qilib erta bilanga tayyor bo'lib turadi. Kechqurun xolodilnikdan olib qo'ysanglar yumshoqqina bo'lib turadi mana. Tayyor.